sazovor shior ostida madaniy ma'rifiy tadbir. Bilasiz, soliq xizmati organlarining asosiy maqsadi bu byudjetga soliq tushumlarini so'zsiz ta'minlash. Birinchi chorak bo'yicha foyda soliq tushumi 41%, qo'shilgan qiymat solig'i 27%, jismoniy shaxslardan olinadigan mol-mulk va yer solig'i esa 41% ga o'sishini tashkil etdi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan 24% o'sishga erishildi. Har doim to'g'ri, halol va ko'p ishlaydigan xodimlarimizni bu yerda hissasi juda yuqori. Shu sababli ruxsatlaringiz bilan hududlarda tashkil etilgan xodimlarni taqdirlash marosimiga o'tsak. Soliq qo'mitasi raisining 2026-yil 21-apreldagi buyrug'iga asosan joriy yilning 1-choragi davomida samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori natija qayd etilgan 28 nafar hududiy soliq organlarining xodimlari lavozim maoshining 2 baravari miqdorida mukofotlandi.